Tunda mashinani ichi. Yomon tutun to'lib qoldi.
tekshirib olmaydi. Endi katta partiyada. Dokumentlarni tekshirib olib qolishadi. Ertaman kelib, keyin guruhchilar nima qilib tortib, kam bo'lsa telefon qilib Aqranasini oylik katta ekan desizlar-ku. aytib nima Aqrana yaxshi to'laydigan desizlar-ku. Bu ham ishga kiradi-da, misol, u ham oilada misol. Hani tovari bor. Bu ham bitta nimada hozir aytgan kechasi kuya qo'ygan ta'bir kelmaydi tovar. Sahar endi servis kelmaydi. sahar Nimalarniki kelsa kerak. Tomskida katta-yu baribir ayasi kechasida politsiyani nima qilardilar, o'zlarida narsa bor. Nimaniki yo'q. hozir bizda ham o'rgangan. Nimada-ya? Tomskida o'rganmi? So'zda yo'qda. Ha, o'zi demoqchiman-da. Shu paytlarda bo'lgan bo'lsa Oldin kerak. unda borida kelar, tovar tushirlar, ahranchilar tutdi kechda turishdi. Ishida tagida vaqtida turardi. O'zi kech paytda odam topisholmay qoldi-da ayasi. Kech paytda o'rgangan. Yo, sakrashdan ham bordi. Kech paytda odam ham topisholmayapti. Keyin savdo yo'q. Ya'ni ahranlar nima ko'rgan ahranchilar ikkitasi ishlaydi kunduzi. Ancha o'g'irlar ko'payib ketgan, narsani o'g'irlab ketishadi. Yetishmayapti, yurtda o'tirib ilonni. Alhoja-da ayasi o'rgan bilan ekonom bo'lmaydi-da. Bir joydan chiqib ketaveradi. Masalan, o'zi aqrani yo'q deyapsiz. Shu o'g'irlik bilan ashlarda oyligi chiqib ketaveradi-chi. Sizlarda hozir nima qilib o'rgan? Endi hozir yo'q. Kassaga tashlab qo'ydi aqranani. Hani o'zlari poylash, o'zlari o'tirishchi. Hani oxirgi paytda shunaqa qilib qo'ydi-yu. Ahranning ikkitasi Kassada o'zi shuncha kamera bor nimasi? No, ashundan ko'ra masalan 1000 so'm yo'qotadi-da misol. O'g'irlatganda 10 mingni o'g'irlab chiqarishib yuboradi misol. Ishqot borda. Odam